Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Ulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun hafta kuniga chorshanba, barchangizga kuningiz fayzli o'tishini tilab qolamiz. Hurmatli obunachilar, juda ham ko'plab akalarimiz Boburjonni qo'rasidan video qilishimizni so'rashgan edi. Bugungi video ana shu akalarimiz uchun maxsus bo'ladi. Xudo xolasa kanalimizga mehmonlar bo'lsak, obuna bo'lib qo'yasizlar. Boburjon bilan bir qiziq, bir chiroyli video qilib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Eldor aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Eldor aka, bugungi qo'ylarni xudo xolasa to'ldirib tashladik. Zo'rlarga taraflarni ham ko'rsatingda. Ko'rinyaptimi? Ha? U yerlanishda ham. Yerlar ichida ham xudo xolasa. Endi mana sal namgarchilik edi, tushunmadik. Qo'ydan xudo xolasa serob. Bunaqa lappillaganlar akalar. Yaqi o'sha yetuglar ekanlarga. Bir oy nari beri bormaydi. Eldor aka, bir oy plus minus. Bular tuqqanlarni alohida qilib qo'ydim. Oldi tug'ishni boshladimi? Ha, 6 ta. Hammasini qondan osilib ketibdi lekin. Bu qo'ylar qarang. Qo'ylar qarang, eti ham zo'r mana. Sifat ham zo'r. Sifat ham zo'r. Yemda turgan narxi ham zo'r. Hammasi yem yeb turgan. Qo'ylar qarang. Xudo xolasa qo'ylarni shu zo'rlaridan. Eldor aka, yana bitta gap. Eldor aka. Bonus qo'ramiz nima deyapti? Ha, yana to'plab qo'ydingizmi? To'plab qo'ydik, soni serob. Tugamas ekan. Yo'q. Ularning oyog'i asaqlanib qolibdi sal-sal. Eldor aka. Hammasini ham? Yo'q, 3 tasini. Bularni 3 tasi qolaveradi. O'sha oyog'i zo'rlari, sog'lomlarini tanlab. Sog'lomlardan tadarkaga. Gap yo'q. Xo'p, buni soni nechta, Boburjon? Beyda Eldor aka 120 ta 130 ta atrofida bor. Mana. Yo, eng zo'rini aytayim, hurmatli obunachilar. Hammasi qorni osilib, yelillar bo'pti. Mana qaranglar. O'zi qornidan ham bilib olsalaring bo'ladi, yergacha yaqinlab borib. Bu yemini normalni yeb turgan shekilli. Xuddi shunday, yemini yaxshi yeb turgan qo'y. Kashtan ham 5 plus ekan, mana shu kashtanga ham akalar, qaranglar. Yoshlari qanaqa bo'ladi? Hammasi Eldor aka ikkitadan tuqqan uchinchisiga. Mana shu kashtanlar bor-ku lekin. Ikkinchisiga, uchinchisiga shunday. Endi buni oz oq bo'lib turganlar deyapti-yu, ozi oq degani bu degani qari degani emas. Yo'q, lekin ko'z tegmasin, zo'r ekan Boburjon. Yeb ishlari qalay ekan? Yeb ishlari sinov, hammasi endi sinovdan hali o'tkazilganimiz yo'q, sinovga beramiz. Ha, endi keldimi bular? Ha, hozir keldi. O'zimiz Telegram gruppaga ham tashab qo'ydik. Issiq joyidan ekanda, bo'lmasa hali joyidan, ha. Tandirdan yangi chiqqan joyidan. Xuddi shunday. Qo'ylar qarang. Tegmasin akalar. Hammamizga shunaqa zo'rlardan aston. Qalay o'tgan partiyalar yaxshi ketdimi Boburjon? Xudo xolasa, ular zo'r ketdi. Yengil bo'shadingizmi? Ha, yengil bo'shadik. Xudo xolasa mana. Bugunga ham sariqlardan ham bor. Bo'ylari nechaga beramiz ularni? Bo'ylari 80-85 ga olishaveradi. 80-85 atrofida. Lekin qo'ylarning sifati zo'r ekan. Haqiqatan zo'r, masalan, shunchaki emas. Endi qarang. Videoni managa olamiz, Eldor aka. Bitta. Bitta sizdan iltimos. O'zingiz bitta o'tib obzor qilib bering. Bo'ldi. Mana. Hammasini birma-bir. Ammo qo'ylar ham hammasi yetuk. Eldor aka. Etlik qo'ylar. Eti zo'r. Sifat zo'r. Ke, bitta kelaver deydi. Ha, bitta kelaver. Mana. Holatlari zo'r. Qo'ylar ideal. Kashtallari ham Eldor aka. Birma-bir hammasini ko'rsatimda. Hozir men ikkita kashtan ko'rdim, Boburjon. Qo'ylar qarang. Qo'ylar zo'ru, yomonlari ham bor ekanchilar akalar. Vobshe yelkalari chertib Eldor aka. Yelkalari keng ekan qo'ylar. Ha, zo'rini olishaveradi. O'raylar uni. Qo'ylarda pasti yo'q deydi. Eng qizig'i narxi ham juda qulay. Pachka bo'lib qolibdi qo'ylar bor. To'g'risi, qorni qaranglar, yerga yaqin bo'lib ketgan. Bir oy nari berdi deysiz, Boburjon. Bir oy nari ber, ha, plus minus. Boring, 1,5 oy bo'lsa akalar, lekin qo'ylarning holati zo'r. Tavsiya qilaman, tepasiga bir baribir onlayn savdo yo'q, yo'q, bizda onlayn savdo quramizda yo'q. Kelib ko'rib, yoqqanni kelib chertib olishaveradi. Ustida gaplashiladi. Qorasidan desa, yana bitta o'tkazinglar. Sariqdan desa, sariq. Mana shu ham zo'r ekan. Qo'ylarni umumiy hisobda akalar holati zo'r.
Masalan, optim olib qo'yamiz degan akalarimizga ham o'ylanmasdan Narxi qulay, xuddi shunday. hammasini bitta bir qo'raq olib qo'ysa bo'ladigan variantda. Tug'dirib sotaman degan obunachilar bemalol kelishaveradi. Kashtanlari ham ko'p Eti ham zo'r. Bular qisir bo'lsa-yu, zo'r bo'ladi yana ham endi. Qisir bo'lsa bemalol so'ygani ham ketaveradi. Endi buni tuqqanlari bor. Eldor aka, hozir mana yerda ko'rsataman. Ha, bitta o'tib olsin bular. Bo'ldi. Haqiqiy katta partiya kelibdi haligi. Mana o'g'onayda. Bahaybat. Bo'ylari endi Eldor aka bayda 95 santimetrligi ham bor. 80-85 dediku, haligi pastroq natijani aytilsa, yuqori chiqsa, ana kashdan, ey. Bunaqasi hadab ham kelmaydi. Xuddi shunday. Eldor aka bayda bir 10 ta 15 ta maydarog'i bo'lishi mumkin, lekin ko'p emas. Masalan, bir qo'ra qilib qolaman degan odam akalar mobodoga endi variant. Xuddi shunday. 10 tasi yoqmadimi? Tashab ketib olib ketsa ham bo'laveradi qolganini. Hammasidan 10 tasi yoqsa olib ketsa. Ha, yo endi masalan optimga olaman deysa, masalan 10 tasi yoqmayapti, 10 tasi qolsa ham bo'ladi. Mana shu ushonani sheriklari ekan. Mana shular hammasi bitta. Endi tuqqanlarni olib qo'ydim. Buni sariqlari nariga sariqladi. Bugun tug'ildi. Bular ham tuqqan. Qaysi? Bu yo'lda tug'di, hozir olib kelayotgan. Yo'q, tug'dirib olib keldi. Gap yo'q. Yo'lda olib kelayotganimizda tug'di mana. O tuqqanlarni ko'rsating. Mana akalar. Yo'qda mana damdoli yotishibdi. Ona bola. Egzakchimi bu? Ikkita tug'ibdi, ha. Egzakchimi o'zi? Ikkita, yo'q, ikkita. Gap yo'q. Ha, onasini oldi turish. Yo'q, endi boshqasini bolasi yotib o'ygan yoniga deyman. Emiyapti bola. Mana akalar. Oldi. Endi Eldor aka bayda qo'ylar suyak katta-yu. Ikkita tuqqani ham ko'p tug'adigani. Shunaqa. Xudo xolasa tug'sin, Xudo bersin hammamizga. Mana 5 ta 6 ta qo'ydim, bittasi ikkita tug'di. Oldi katta bo'lib qolibdi. Ular mana emiyapti, qo'chqotcha. Xudo xolasa akalar ikkitadan bo'lib ketsin ag'a. Hammasi ikkitadan bo'lib ketsin, Xudo xolasa hammasi ikkitadan tug'ib bersin Eldor aka. Bittadan mo'ljallab olaverasiz, ikkitadan bo'lsa baribir. Xuddi shunday. Bemalol kelib, ko'rib, bibirboz nariga tomonlarni ham ko'rsatamiz. Narxlari hamma stil, aytgan stillarda bor. Xo'p, narx tarafdan ko'rsataylikmi, narxni boshlaymizmi? Narxni boshlaylik. Narxni aytaylik, hamma qarab turibdi. 7 minut bo'libdi video boshlaganimizga. Eldor aka, buni masalan bitta narx qo'yib beraman. Katta emas. Xo'p. 6 million qo'ymoqchi edim. Xo'p. Jicha tushirib qo'yib beraman. 5 pul qo'yamiz. 5 million 800 ming so'mdan kelib tanlab zo'rini olishaveradi. Qo'ylar zo'r. Zo'rini olishadi. Amaliyotda hammasida yelim bor. Ya endi bu gapki qo'y zo'ragani men narxi 6. Ya, ammo 6 million qo'ymoqchi edim. 6 million qo'ymadim. Yo'q, 6 millionga tortadigan qo'y ko'p. 6 dan balanga 100 ta bor. Yo'q, 6 dan baland sotsa bo'ladigan bor. Misol uchun sal yo'lida qo'ying, obunachilarimiz maza qilib olishsin. 5 million 800 dan emas, bu 5 million 700 dan barbar aka. Zo'rini kelib 100 ming o'tib beradilar deb o'zim aytaveraman-da, dangali. Gap yo'q. Masalan, meni obunachilarim kelsa 100 ming o'tib berasiz, ha deysiz baribir. Dangal bir haligi olgan odam bir chin ko'ngildan baraka topadigan qilib bir yo'lida qilib bering, olishsin. Maza qilib 600 dan qo'yib beraymi? Qancha degansiz? 5 million 600 dan. 5,5 dan o'zachi. 5,5 milliondan bo'pti. Optimiga bitta olsa 5,5 milliondan beraman hammasini. Dona olsa ham 5,5 milliondan beraman. Donaga ham optimga ham bemalol 5,5 milliondan. Tanlab zo'rini chertib olishaveradi. Hamma video arzor bo'ldi. Onlayn savdo bo'lmaydi. Kelib qo'ydi zo'r tushunadigan odam bilan kelishaversa, hammasi apparatdan o'tgan, sinalgan. Bemalol. Keyingi partiyalarni boshladik Eldor. Uzi apparat bilan ham bemalol tekshirib olsa. Uzi apparat bilan kelsa zo'r bo'ladi. Ko'zlariga ko'rsatib qo'yaman. Mana endi bolalar katta Mana shu uzi apparat bilan kelib qolsa menga aloqaga chiqing, men xudo xolasa obunachilarimizga o'shani ham yoritib beramiz. Xudo xolasa, bo'ldi. Xo'p, akalar, bu tarafda rang-baranglaridan ekan. Rang-baranglaridan, sariqlaridan. So'rtavoy qo'yiladi so'raganlarga Eldor aka. Yirigidan so'rtavoy bo'lib, bu ham haliga 10 ming dollarlar qo'ymas-u, lekin mana buni qo'ylar, lekin qaraymiz. Mana shular 2 tish qo'y. 2 tishmi? Aha. Gap yo'q. Soni nechta buni? 2 tish 4 tish qo'y. Ovqat bermay qo'yar. Hop. Soni 50 ta atrofida. 50 ta atrofida. 50 ta atrofida. 100% bilmaysiz nechtaligini. Yo'q, 100% mayda olib qo'y barlig'ini hech kim bilmaydi. Mana akalar. O, bo'yvaslari 85 plus minusmi?
85 plus minus olishadi. 80 dan balani ham bor. Xuddi shunday. 85 plusi ham bor akalar. O'rtasini hisoblab olaverasizlar. Mana. Xo'p, sariq deganlarga sarig'idan, kashtan deganlarga kashtanidan, xudo xolasa siz so'raganidan, rang-barangidan. siz so'raganidan. Mana akalar. Keyin qo'ylar ham, bular ham kechki emas. Noyabrda oxiriga bergan. Noyabrda oxiriga, xudo xolasa hammasi yaqin. Dekabr demoqchimiz? Yo, yanvar. Noyabr, yo'q. Noyabr o'tib ketdi. Yanvar. Yanvarda oxiriga berilgan Eldor aka. Kella ham haligi. Yo'q, hozir qo'ychurdik, ko'rdi o'zi, apar tapir bo'lib ketdi. Xo'p, akalar shunaqa. Yeb-ichlarni sinab oldingizmi, yaxshimi? Yeb-ichlar sinovdan o'tib, bemalol kelib, yana sinab olishadi. Bir haftaga yana garantiyalarni beramiz. Kafolat beriladi. Xuddi shunday. Xo'p, akalar, endi menga juda ko'pchilik yozyapti. Boshqa viloyatlardan yozishyapti. Kerak bo'lsa chetdan turib telefon qilishyapti. Eldor deyishyapti. Nimaga bu onlayn savdo yo'q deyishyapti. Akalar, ko'z bilan ko'rib olganga hech nima yetmaydi. Masalan, mobodo mana shu qo'yni chiqarib yuboringiz, mana bo'yi 85, mana shu qo'y 85 chiqadi. Mana ko'rib turibsiz, uyingizga borgandan keyin yuragingizda bitta deb qo'ysangiz, u tatimaydi. Tatimaydi. Ha, shunday. O'shaning uchun keling, suhbatini olib, ustida savdosini qiling. Mana shu yerda yoqqan narsa. Men ko'radaman bugun bemalol kelib olishaveradi. Lib bo'yini xudo xolasa hammasini yo'liga yurib, Eldor aka chiroyli qilib beraman. Mana masalan, Qo'raga keldingizmi, Qo'rada yoqqan narsa uyingizda ham yoqadi-da. O'zingiz sabab tanlab olgansiz akalar. Ana shunaqa tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun ham yaxshi variant o'zi asli. Kelib ko'rib olish siz uchun ham, ular uchun ham yaxshi variant. Xuddi shunday. To'g'rimi? Ertaga borgandan keyin yoqmay qoldi, sizga to'g'ri kelmaydi. O'zlariga ham, bizga ham. Sizga ham to'ppa-to'g'ri. Bemalol kelib zo'rini olsa, dili ravshan bo'lib oladi. 100 ta 200 ta masalan 500 ta qo'yni ichiga kirgizib beraman. Bitta qo'y olsa ham. Zo'rini olsin. Zo'rini baqsin, qolgani qolaversin o'zimga. Xo'p, endi akalarimiz aloqaga chiqishyapti. Sizdan qo'y olgan akalarimiz bor ekan, yetilganlari bor ekan, tug'ishni boshlaganlari bor ekan. Bir video qilamiz deyishyapti. Obunachilarimizga bir xudo xolasa, uni ham chiroyli qilib yoritib beramiz. Qiziq bo'lsa, kommentariyada shunday. Mana shunaqa bir 200 ta 300 ta Boburjondan olingan qo'y boqyap turgan fermalar bor. Fermalar bor. Semirganlari, qisirlari bor ekan, bo'g'oz bo'lib tuqqanlari bor ekan, yoritib beramiz. Qiziq bo'lsa faqat kommentariyada bizga qiziq ana shu videoni joylanglar yoki plus belgisini qoldirib. Kommentariyaga yozib ketsa, xudo xolasa kommentga ko'rib o'zimiz bilib olamiz. Xudo xolasa. Plus belgisini qoldirib ketsalar ham qulayroq. Vaqtimizni xudo xolasa topib boramiz. Xo'p, endi buni nech puldan qo'yamiz, Boburjon? Eldor aka bular Bishkekniki, Qirg'iz ochiqligida o'tgan. Masalan, bo'y basti, ariq-rag'i qo'ylari mana u yellar. O'rta et. Ha, o'rta et. Yeb-ichish sog'liqlari sinovdan o'tgan bemalol. Yashi ham 6 tishga davr, eng kattasi 2 tish, 4 tish asosan. Eng kattasi 6 tishga davr. Narxi qulay. Hop. Mayda juda qilmaymi? Yopishtirib 6 million 800 ming so'mdan Eldor aka donaga optimga beraman. 6 million 800 dan. 6 million. Kelishtiring Boburjon. Zo'rini kelib tanlab olishaveradi. Yo'lida bo'ladigan qilib aytavering Boburjon. Siz bugun o'zingizga o'xshamayapsiz-da. Dangal. Eldor aka bitta hammasini bitta olaman desa 6,5 milliondan ketaveradi. Hurmatli obunachilar, hammasini optimga olaman desa 6,5 million. Endi hammasini bir qarang. Hozir qarang, yoz emas, yozmas, yoz bo'lsa, u terakdagida ham qo'yib yashaveradi. Gap to'g'ri, hozir dangali odamlarni yo 5 ta yo 10 taga joyi tayyorda. Donaga ham optimga ham bo'lsa, bo'lmasa 7 million desangiz ham mayli. Donaga ham optimga ham bo'lib 6,5 million ketaveradi. Baribir, hurmatli obunachilar. Kelishorsa o'zim qo'radaman, xudo xolasa bemalol ko'rib, tanlab zo'rini olishaveradi. Rost, endi hamyon bopini kutganlarga. Ichkari kiramiz. Hamyon bopini ichkari kiramiz. Mana. Bismillah. Akalar. Bular ko'p yetilib ham bo'pti shekilli. Marraga yetib kelib bo'lgani. Buni kichkina qo'ylar tirsinlar bo'pti. Eldor aka, bo'y basti kichkinayu, bularni o'sha bolasi yonga qoladi. Narx qulay. Nechta buni soni? Soni 2, 4, 6, 8, 10, 16 ta ekan. 15-16 ta mana. Ha, 15-16 ta ekan. Xo'p, bular yem yeb turgan-a? Yem yeb turgan Eldor aka, hammasi ammo yaqin, haliga o kechki emas. Ha, bular ham bo'g'oz atraf, ha, xuddi shunday. Hammasi bo'g'oz. Ha, mana edi hozirgi, mana ko'rdik-ku, qarang Eldor aka. Mayda hozir ko'rsatdik-ku, shuni maydalarni olib chiqib qo'ydim. Arzonroq
o'sha olgan odam baraka topadigan qilib. Buni nech puldan qo'yamiz endi? Ularning ma'lumotini berdik, shuni. 4 milliondan pastda beraman. Nech pul? 100 kamdan beraman. 100 kam bo'lsa o'zim o'tib beraveradi deb aytdim, Boburjon. Dangal, kesiladigan joyini ayting, nech pul qilib beramiz? Hammasi soni ko'p emas, o'tda bitta qilib olsa 38 dan beraman. Baraka. Hurmatli obunachilar, 3 million 800 dan buni ham Eldor aka, yaqin, qarang. Bo'pti, yana bitta. bo'lsin. Bo'lsa xalqqa bo'lsin dedi-yu. Bo'pti, hammasini olsa, Hop. donaga bo'pti 38 dan beraman, donaga. Bittaga, ikkitaga, uchtaga, hammasini bitta olsa 3 million 500 dan beraman. Baraka. 3 million 600 dan emas, 3,5 milliondan shuni 16 ta ekan sanab olib chiqib Tanlab olishgachi? Tanlab olishga 38 dan beraman. Nimaga buni ichida aralash quralashmi hozir buni ichida? Qaysi? Buni ichida. Yo'q, endi men ham Eldor aka bitta bo'shayman o'zi. Ha. 4 milliondan ham menga minusi bo'ladi o'zi bilasiz. To'g'ri. Bo'ldi, bu unisiga endi mayli. Hurmatli obunachilar, og'a odam baraka topsin, ammo kechki emas. Yelillari ham hammasi o'zi apparat bilan kelishsa Eldor aka. Bemalol tekshirib. O'zi apparatni ham rasxotini o'zim o'tib beraman, olib kelishaversin. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, ko'z bilan ko'rib olishadi shunda. Ana shu variantda menga to'g'risi ma'qul kelib turibdi. Qarang, zo'r variant bo'ldimi? O'zi apparat bilan keyingi o'zi apparatni rasxoti meni bo'yimda. Bemalol kelishaversin. Ammo o'zimni qo'ramga ham bitta zakaz qilganman, keladi yaqinda. Baraka. Oz qoldi. Xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, videomiz yoqdi degan umiddamiz sizlarga. Mabodo qanaqadir xato, kamchiliklari, gap so'zlaringizda nuqsonlar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Narx-navolar bo'yicha ham fikrlaringni yozinglar. Bizni qaysi viloyatdan, qaysi respublikadan kuzatyapsizlar, kommentariyada fikrlaringni bildirib tursalaring. Bizga to'g'risi motivatsiya. Biz Amerikadan kuzatyapmiz, Shotlandiya, Niderlandiyada yozishyapti. Dunyoni qayerda ko'rayotgan bo'lsalaring bir kommentga yozib o'ting. Menimcha dunyoda o'zbeklar bormagan joy yo'q shekilli. Yo'q, hamma yerdan ko'raman. Yozinglar, hurmatli obunachilar. O'sha muzakan deydi-yu. Xuddi ana shularni ham ko'raman Eldor aka. Kommentda o'qib qolamiz. Xursandmiz-da shu yoqlardan kuzatishib turganidan. Xuddi shunday. Eldor aka, bugunga shular. Yakunlaymiz ha. Yakunlaymiz. Videoni tezroq qo'yib bersangiz, xudo xolasa. Bugunga chislarda aytib ketgan bo'lsangiz kerak. 24-dekabr. Xudo xolasa abedga tushar rosa. Soat mana 12:05-6 da kam 12 bo'ldi. Taxminan 12:30 larga tushishini rejalashtiryapmiz. Tushsa, xudo xolasa bemalol 24 soat nomer ham, qo'rali ham ishlab turadi. Kelaverasizlar. Kechqurun bilan qo'y sotamiz bugun, xudo xolasa. Hurmatli onachilar, videomiz mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ket qizga vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Alloh rozi bo'lsin, paddishkadagilarga. Sog' bo'linglar.